Animelarni kosmosda filmni tomosha qilishni boshlang va animelar olamiga tubdan shouga bo'ling. Eng zo'rlari faqat kosmosda binda. Bizdan yiroqlashmang. Kosmos Studio rasmiy kanali uchun maxsus ovozlashtirildi. Yana mehnat qilish vaqti keldi. Mama, Nima bo'ldi? O'choqqa sizlar tayyorlagan bo'lishga kerak ekan. Iltimos darhol 100 dona tayyorlab bering. shuningdek ular buyurtmani o'zimiz saroyga yetkazishimizni so'rashdi. Ammo biz allaqachon do'konni ochishimiz kerak. Men hozir ketishga tayyor emasman. Tushunarli. Yaxshi, tezda tayyorlab beraman. Va sizlar bilan ham saroyga boraman. Xavotir olmanglar. O, Agarda qarshi bo'lmasanglar, namunalarni tatib ko'rmaysizlarmi? Kutib, qorninglar ochib qolishi mumkin. Kattakon rahmat. Hammaga yoqimli ishtaha. Uzr so'rayman, ko'p kuttirib qo'ydim. Nima bo'ldi? Sizlar bilan hammasi yaxshimi? Menga nima bo'ldi? Ehtimol sizlar juda ham charchagan bo'lsanglar kerak. Kecha tik oyoqda turgandinglar-ku. Yo'q, festivaldan keyin charchoqni his qilish aslida juda ham ajablanarli. Ha, shunaqa. Shirin taomlar kuch beradigan gap. Albatta bekorga emas ekan. Kurt, kuningizni yaxshi o'tkazing. Ajoyib, bizga hattoki saroydan buyurtma kelyapti. Nima? Podsho shu yerda yashaydimi? Ochinglar. Daikon Markgrafi saroyi? Balki Hildegard shu yerda ushlab turilgan bo'lsa-chi? Shirinliklarni malikaga taqdim etishadi. Menga bu shoshilinchlikni aytishdi, shunga shoshilib tayyorlagandim. Mana bunaqa hurmatsizligim uchun qamoqqa tashlashmaydi, to'g'rimi? Iltimos xavotir olmang. Lekin uchrashuv tugaguncha mana shu yerda bo'lib turing. Faqat Markgraf yoki oliy hazratlari oshpazni chaqirishi mumkin. Tushunarli. Mayli, unda xayr. Xayr. Bu haqida bugun eshitdim. Kecha shahar oshpazlaridan biri siz bilan qo'pol munosabatda bo'lgan ekan. Tashvishlanmang, hammasi joyida. Siz esa uni menga yubormadingiz. Yo'q, nima deyapsiz o'zi?
Luis juda yaxshi ishlayapti. Ammo men bu yerdan uzoqlasha olmayman. Shunday qilib Kurt bilan uchrasha olmayman. U yerdan eson-omon chiqib olsin. Mazali ko'rinadi. Yeyman. Yomon bolalarga hech nima yo'q. Men yaxshi bolaman. Qolganlanishlari qanaqa ekan, juda ham qiziq. Men hozir eshikdan chiqib ketishim mumkin edi. Faqatgina men bo'sh o'tiribman. Juda ham qiyin-ku bu. Dada, nima bo'ldi? Ha, anu. Mana shu eshikning orqasida dadangni do'sti bo'lishi mumkin. Do'st? Lekin eshik yopiq. Men bo'lsa ichkariga kira olmayman. Umid qilamanki, u yaxshi. Unda sizni o'sha yerga olib boramiz. Biz qayerdamiz? Nima biza? Eshik orqasida. Do'stingizni izlaymiz. Demak, Akuri boshqalarni ham o'ziga qo'shib teleportatsiya qila oladimi? Lekin bizani bu yerda bo'lishimiz noto'g'ri emasmi? Akuri, menimcha ortga qaytishimiz kerak. Nima? Qila olmayman. Qila olmaysan? Ha, to'g'ri. Ko'rinib turibdiki, u ketma-ket 2 marta ko'chirishni amalga oshira olmaydi. Biz do'stingizni izlashga qaror qilgan edik. Kechirasan, Akuri. Xafa bo'lma. Bu yerda kimdir bormi? Nima, katta yo'l ovozimi? Xuddiki. Sen kimsan? Bu Hildegard bo'lishi mumkinmi? Bilaman, bu noto'g'ri. Agarda u shu yerda bo'lsa, uni qutqarishim kerak. Aytishganidek, bu yerda murakkab qulf bor ekan. Uni buzib ko'raman. U yerda nima qilyapsan? Hozir kutib tur, men ochaman. Bo'ldi. Hildegardjon. Nima? Keling, yaxshilab gaplashib olamiz. Rektor dono, men sizni gubernator qilishni taklif qilaman. Javob berishdan oldin ba'zi bir savollar berishga ruxsat bering, iltimos. Faqatgina o'zimiz. Unda men sizlarni yolg'iz qoldiraman. Shunday deb o'ylagandim. Bu ayyor tulki mendan nimandir yashiryapti. Xo'sh, nimani so'ramoqchi edingiz? Malika Lizelottadan farqli o'laroq, men bu ishlarga uncha usta emasman. Shuning uchun ham haqiqatni aytaman. Mendan sizga aniq nima kerak? Ruxsat bering. Sizni diplomatiyangizni sinovdan o'tkazib ko'rsam. Rektor dono, siz abadiy yoshlikka qiziqasizmi? Qiziq, meni yonimga kamdan kam mehmon keladi. Jasur bo'l va kir bolakay. Ha, bu aniq Hildegard emas. Uni shoxlari ham yo'q. Bo'lmasa u kim? Senda juda ham yoqimtoy o'yinchoq bor, ya'ni qizcha. Yonimga kelingchi. Bu siz kasal bo'lganmisiz? Ha. So'nggi paytlarda ishtaha umuman yo'q. Buni yeng sog'ayib ketasiz. Voy, bu nima? Onsen bulochkasi dadam tayyorladi. Mazali. Ammo men ham bilmasligim kerak edi. Bu shunchalik ajoyibki. To'xta. Men tushundim. Rahmat bolakay. Lekin nimaga? Kechirasiz. Nega siz g'ayriyoshona ko'rinishdasiz? Qanday qilib bilding buni? Qulflarni ham ochding. Sirli bulochka tayyorlading. Sen qanaqadir mashhur sehrgar bo'lsang kerak-a? Yo'q. Men faqatgina atelyeda xizmat qilaman. Xizmat qilasiz, bunga umuman o'xshamaydi.
Ammo ehtimol sen uni qutqarishga qodir bo'lasan. Kimmi? Bu xonaning ostida ushlab turilgan demon Hildegardni. Hildegard shu xonani ostidami? Ha. Hildegardni bilasizmi? Ha, 10 yil oldin u meni qishlog'imga tashrif buyurgan edi. Unda ehtimol yordam berishga rozi bo'lasiz. Albatta. Shuna qilib, menga qazishga materiallar kerak. Mana bu qotib qolgan nonni Belkur eksportida ishlatishim mumkin. Nonmi? To'xtang. Uning podvaliga shu yerdan o'tish mumkin. Unaqada yaxshi. Xo'sh, unda boraylik. Hay. Unga abadiy yoshlik kerakmi? Tushunarli. Bu har qanday atelye ustasi uchun eng katta maqsad deb hisoblayman. Albatta, abadiy yoshlikni anglash oson emas. Ammo barchamiz bilamizki, ko'pgina orqlar odamlardan anchagina ko'p yashaydi. Masalan, elflarni olaylik yoki iblislarni. Hayot muddatini uzaytirishga urinishlarida boshqa irqlarni hujayralarini o'tkazish bo'yicha bir qator tajriba bordik. Ha, bilaman. Vahimali yon ta'sirlar tufayli olimlar hech qanaqa natijaga erisha olmadi. Bunaqa narsalar qonun bilan taqiqlangan. Lekin janob Riktor, aniq yon ta'sirsiz abadiy yoshlik ichimligini yasashingiz mumkin. Men sizdan televizordan chiqqan ichimliklar haqida eshitganman va ularning xususiyatlari haqida ham. Hammasi aniq. U Hildegard hujayralarini ishlatmoqchi bo'lgan abadiy yoshlik kapsulasi uchun. O'g'ri illuziyasini yasasa bo'ladi va hozir uni tulki qamoqqa yuborishi mumkin. Lekin avval Nimaga bu sizni bunchalik qiziqtirib qoldi? Nimani nazarda tutingiz? Agar shoshilayotgan bo'lsangiz, iblis hujayralari bilan ishlash Poland cherkovi ta'limotiga va milliy qonunlarga ham to'g'ri kelmaydi-ku. Men shunchalik g'ayrioddiy narsaga o'zidan o'zi rozi bo'lib keta olmayman. Siz bu narsalarni bilsangiz ham, lekin harakatdan to'xtamayapsiz. Xonani muhitiga qarab ayta olamanki, siz allaqachon boysiz. Shuning uchun ham sizning asl maqsadingiz bu emas. Kim uchun bu ichimlikni yaratmoqchisiz? Buni nima ahamiyati bor? Shunchaki bu narsa menga kerak. Agarda uni olsam, bu haqda gapirishni rad etyaptimi? Yaxshi. O'g'rilar, bu yerda o'g'rilar bor. Yashirining iltimos. Yaxshi. Ular kutilmaganda paydo bo'ldi. Men ularga qarshi chiqmoqchi bo'ldim. Ular oshxonaga yo'l olishdi, go'yo nimadir qidirishayotgandek. yo'q. Malika, janob Riktor, iltimos shu yerda kutib turinglar. Siz bo'lsa ularni himoya qiling. Eng muhimi, bu yerdan hech qayoqqa chiqmanglar. Tushundim. Jen ursin. Mana sirli zona Soulflyer ham kirib ko'rmagan. Oldinda Hildegard bo'lishi mumkin. Yo'q, eshik ochiq. Vaqti keldi, hozir ko'z bilan ko'rish kerak. Famil, qayerdasan? Famil. Nima? Uni o'g'irlashdimi? Famil nega u o'z vafot etgan qizini chaqiryapti? Shunday. Uzoqdan ko'rish. Bu kurtning hidi. Demak, u haqiqatan ham shu yerda bo'lgan. Faqat kurtning sochlari bunchalik uzun emas edi-ku. Ehtimol avval Yulining yoniga qaytish kerak. Mana bu xona. Kechiringlar. Riktor-sama, Liza, Yulisha. O'zimni xohishim bilan harakat qildim. Lekin bu
Hildegardni qutqarish uchun. Hildegard! Kurt, Ancha vaqt o'tdi, lekin meni eslaysanmi? o'sha Kurtmi? Hozir kutib tur, man. Hildegard, men seni qutqarishga keldim. Ha, Jarohatlanmadingmi? Biron joying og'riyaptimi? yo'q, bu haqiqatan ham sen ekansan. Qanchalik xursandman a? To'xta, nimaga 10 yil ichida umuman o'zgarmabsan? Qishloqdagi odamlar menga ayollar o'zgargandan keyin ularni maqtash kerakligini aytuvdi. Shuna qilib, uni nimasi o'zgargan a? Biron narsa. Sen umuman o'zgarmabsan a? Bu sen tufayli-ku, basharangga seni. Seni la'nat ichimliging tufayli men endi o'smayapman, 10 yil o'tsa ham. Uzr so'rayman. Ehtimol men Kamaleni dozasini balki noto'g'ri hisoblagandirman. Nima, bu yetadi deb o'ylayapsanmi? Bu yerdan ketib qishlog'ingni tashlab ketding, ahmoq. Qalbingni qanday yumoqchisan, ahmoq bashara. Kechir. Dadang? Ya'ni menga xiyonat qilding va bolayam ko'rib oldingmi? Sen noto'g'ri tushunding. Ha, ko'ri, meni qizim. Lekin u tuxumdan tug'ildi. Buning uchun bo'lsa men hech narsa qilganim yo'q. Tuxumdan tug'ildi? Senga bunday narsa ham mos keladi. Yaxshi, buning ahamiyati yo'q, men ovqatlanmoqchiman. Senda biror nima bormi? Ha, menda faqatgina shu qattiq non bor edi. Hech qisi yo'q, men qattiqni ham yo'raman. Xuddi toshdek. Shunday qilib sizning abadiy yoshligingiz Kurt tayyorlagan ichimlik tufaylimi? Albatta. Kurt yana bittasini tayyorlay olmaysanmi? Xuddi o'shanisi kabi. Ha, men shu paytgacha lekin Kamalilarni uchratganim yo'q. Shuning uchun tayyorlamasam kerak. Tushunarli. Kechirasan, biz Femilga yordam bera olmaymiz. Hech narsa qila olmaymiz. Femil? Nima? Shuni qilib, siz Femil Taykon Minecraftni qizimisiz? Sizni kasallikdan vafot etdi deb o'ylagan edim. Bu faqat otamning uydirmasi. Siz mening haqiqiy yoshimni ko'rdingiz. Shunday qilib boshqa hech nimani tushuntirish shart emas, shundaymi? Otam uchun qizining har kuni qarishini ko'rish juda ham og'ir edi. Lekin hech narsani tushunmadim. Shuni qilib o'ylash kerak. Taykon Minecraftga qizini tez qarishini ko'rishi juda ham og'ir bo'lgan. Keyin u Hildegardni qamab qo'ygan. Abadiy yoshli ichimligi. Minecraftga o'zi aslida nima kerak? Agarda biz ketishimizdan oldin Sakurani gapiga quloq solganimizda, Nimaga Minecraftga Hildegardni o'zida ushlab turishga sabab kerak? Ba'zi odamlar shubhali ko'rinadi lekin. Eshit. bolani o'g'irlab ketish g'alati moyillik. Tez qarib ketgan Femil xonim va aslida davomida qarimaydigan Hildegard. Demak, aynan shu. Femil. Ota, Seni xavfsizligingdan xursandman. nega bu yerdasiz? Men seni xavotirga qo'yib qo'ydim. Bu Minecraft Taykonmi? O'sha o'g'risanmiding? Men o'g'rimasman. Lekin siz Minecraft Taykon noto'g'ri ish qilyapsiz. Nima haqida gapiryapsan? Kurt, Har kimmi o'z tanlovi bo'ladi. Lekin bu har xil harakat qilish kerakligini bildirmaydi. Sen hech narsani tushunmaysan. Aksincha, chunki men ham otaman. Men kichkina akkorimni juda ham yaxshi ko'raman. U uchun hamma narsaga tayyorman. Lekin har qanday bola o'sadi, ertami yoki kech. Siz bo'lsa
Femilni yoshligi uchun qayg'urasiz. Uni o'rniga abadiy yosh Hildegardni ishlashga qaror qildingizmi? Bu aniq noto'g'ri. Nima? Qizingizni tez voyaga yetishini ko'rish siz uchun chidab bo'lmasdi. Shuning uchun ham odamlarga uni o'ldi deb aytdingiz. Chunki uni voyaga yetishi siz uchun juda ham tez tuyuldi. Bunaqa emas. Femil siz usullaringizni yoqtirmadi va qarshilik ko'rsatdi. Shuning uchun ham u qarilik eliksirini ichdi. Nima deyapsan? Bunday bo'lmagan. Keyin bo'lsa siz uzoq umr ko'ruvchi Hildegardni tortib oldingiz va uni o'zingizga qizingiz qilib oldingiz. Yo'q, hammasi xato, tupoy. Bu yana qanaqa bema'ni gaplar bo'ldi? Hech bo'lani tushunmayapman. Bularni barchasini siz shular uchun qildingiz. Chunki siz Aliga o'xshagan haqiqiy pedofilsiz. To'xta. Avval kelishib olaylik. Men hech qanaqangi pedofil emasman. O'ylab ko'ring. Femilni tug'ilgan kunni esla olasizmi? Uni birinchi marta quchoqlaganingizni eslang. Endi esa unga qarang. U qanaqa ahvolga tushib qoldi? Eng qizig'i mana shunda. Nima uni haqiqatdan ham xunuk deb o'ylaysizmi? Albatta. U dunyoga kelganida u qanday bo'lishidan qat'iy nazar uni baribir yaxshi ko'rish o'ylagandirsiz. Ha, eslayman, aynan shunaqa edi. Mani xotinim Fernand o'z hayotini qurbon qilib, bu dunyoga mani xazinamni olib keldi. Men u uchun yashashga qasam ichdim. Yo'q, hattoki hayotimni berishga ham, hattoki ruhimni qurbon qilishga ham tayyorman. Yaxshi. Siz tushundingiz. Falak. Sen hamma narsani juda ham murakkab qilib tashlading. Jim bo'l, tushunmaydigan kurt. Men gapirolmayapman. Dada, sizga nima bo'ldi? Nega uxlayapsiz? Famil, ishonching komilmi? Hamma narsadan so'ng Markgraf nima dedi? Ha. Iltimos Hildegard. Mening otam o'lish kerak. Telegramdagi Kosmos Studio rasmiy kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. O'zbekda Akira va YouTube'da tarjimon va taymingda Akira. Xullas, nima ham deymiz? Ana amaki pedofil ekan deymiz. Yosh demonchalarni olib kelib olib va kishallab qo'yib, o'zini qamchichalar bilan. Qarochi. Osh, qiziqarli qism bo'ldi. Keyingi qismlarni ham kutib qolamiz. Iltimos, Kosmos kanalidan uzoqlashmanglar va qanaqadir fake'lar chiqqan ekan, unga aldanmanglar. Mana shu Kosmos Studio rasmiy, original. Sog' bo'linglar, bay bolajonlar. Kosmos Studio rasmiy kanali uchun maxsus ovozlashtirildi. Kelgusi qismlarda ko'rishguncha. 流れる季節に寄り添うように過ごした日々を消えないように月が